Assalomu alaykum obunachilar. Aynan demir darvozalarimizning ichlari kraskalanib tuplana bo'lib, keyin oligofon ilinadi. Kraska uriladimi, urilmaymi deb ko'p odam so'raydi. Shunga bir video qildik. Ishlarimiz xudo xolasa garantiya. Ishlarni ham yaxshi kraskalaymiz, zang chiqishini oldin oladi. Telefon nomerlarim murojaat etasizlar. Assalomu alaykum obunachilar. Aynan darvozamiz kraskadan keyingi holati. Telarni gruntovka urilgan, senta kraska, dayvalak, korobkalarimiz, darvozamizning ichki taraflari. Qolonati bazagat ishlab berganmiz. Xudo xolasa kraskalarni ham majina garantiya. Yonboshlargacha ulatlangan. Uстановкаga tayyor bo'ldi ishimiz. Rushkalarni uстановкасini ko'paytiramiz. Arkalar alamlar yapıldı.